Voleybol sport turiga qiziqqan yoshlar diqqatiga. Markaziy Osiyo voleybol assotsiatsiyasiga a'zo davlatlarning eng kuchli sportchilari Buxoroda. Universitetlarda tahsil olayotgan o'g'il va qiz bolalar o'rtasida voleybol musobaqasi start olmoqda. Mazkur musobaqalar Buxoro shahridagi Universal sport majmuasida bo'lib o'tadi. Buxoro maydonlarida yosh iste'dodlar, kuchli jamoalar va haqiqiy sport ruhi to'qnashadi. Bu musobaqa nafaqat g'alaba uchun kurash, balki yangi yutuqlar, yangi imkoniyatlar sahnasi. Har bir zarba ishonch ramzi, har bir ochko mehnat va g'ururning ifodasi. Buxoro, tayyorlan. O'yinlarga kirish esa mutlaqo bepul. Birga kuzatamiz va sportchilarimizni qo'llab-quvvatlaymiz.